Bugun Instagram portlatamiz. 350 ming dollarlik gelikka originalni men sizga 56 ming dollarga, lekin 1 dollar ham o'tib bera olmayman, qo'yaman. Polniy restyling body kitda mashinani maza qiladigan joyi bu saloni bilan bo'lgan mashina. 2015 original salonni Dubaydan olib kelib o'silgan. Bu salon birga bir tushadi. Hech qanaqa perzelka ishi bo'lmaydi. Chunki gelikka o'zini gelik salonni bo'siladi. Salonni qarang go'zalligini. Mashinani qarang, sostanasini mate turibdi. Texnически umuman ishi yo'q mashinada. Mashinada kapotdagida 5 li motor turibdi. Neubivaymiy motor. Buni o'ldira olmaysiz. Qiziq, rasxoti ham ortiqcha yo'q. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Inshaalloh manfaatli bo'lsa xursand bo'lamiz. Like bosib qo'yamiz, esdan chiqmasa obuna bosib qo'yamiz. Shunaqangi orzu mashinalar faqat bizning kanalimizda bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.